Muzeylar bu shunchaki o'tmish yodgorliklari saqlanadigan maskan emas, balki xalqning tarixi va madaniy merosini asrab, uni kelajak avlodga bezavol yetkazuvchi ma'naviyat xazinasidir. Bugungi shiddatli davrda muzeylar faoliyatini zamon talablariga moslashtirish va sohaga innovatsion yondashuvlarni olib kirish eng muhim vazifalardan biriga aylandi. To'g'ri aytasiz Ozoda. Ayni shu maqsadda Madaniy meros agentligi tashabbusi bilan Olimpiya va Paralimpiya shon-shuhrati muzeyida xalqaro ilmiy-amaliy seminar tashkil etildi. Zamonaviy muzeyshunoslik va yangi O'zbekiston muzeylari, nazariya, amaliyot va istiqbollar mavzusida kechgan muloqotda sohaning 2025-yildagi faoliyati sarhisob qilinib, galdagi vazifalar belgilab olindi. Hozir shu haqda. Bugun o'tkazilayotgan seminarda respublikamizning yirik davlat muzeylari va uy muzeylar rahbarlari ishtirok etmoqda. Ular 2025-yilda muzeylar sohasida amalga oshirilgan ishlar va erishilgan yutuqlar haqida so'z yuritib, mavjud muammo va kamchiliklarga o'z takliflarini bildirmoqda. Tadbirda davlatimiz rahbarining 2025-yil 26-dekabrdagi Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasida belgilangan ustuvor yo'nalishlar, sohaga oid 2026-2030-yillarga mo'ljallangan istiqbolli rejalar muhokama qilindi. Xususan, ekspozitsiyalarni zamonaviy talablar asosida takomillashtirish, inklyuziv muzey muhitini yaratish hamda multimedia vositalaridan foydalangan holda tashrif buyuruvchilar uchun keng imkoniyatlar yaratish masalalariga e'tibor qaratildi. O'zbekiston Amaliy san'at va hunarmandchilik tarixi davlat muzeyida mana shu 2025-yilda turizm oqimining 23% ga oshdi. Bu 98 mingga yetdi, ya'ni turistlarni. Bu 2024-yilga nisbatan ancha ko'payganidan dalolat beradi. Mana shu 2025-yil dekabr oyida bo'lib o'tgan muhtaram prezidentimizning murojaatnomalarida ham barcha sohalar qatori mana shu muzeylarga, madaniy meros sohasiga ham katta urg'u berib o'tildi. Shu o'rinda mana shu murojaatnoma asosida biz mana shu muzeyimizda ko'pgina istiqbolli rejalarni ishlab chiqdik. Bu o'rinda ekspozitsiya ishlarini yanada ham takomillashtirish, inklyuzivlikni oshirish, mana shu imkoniyati cheklangan insonlarga brail yozuvidagi alifbolarni taqdim etish, ularga mana shu muzeylarga kirishni, unda bemalol ma'lumotlarga ega bo'lishga qulayliklar yaratish nazarda tutilgan. Shuningdek, muzey xodimlarining zamonaviy talablar asosida malakasini oshirish, ularni ilmiy va kasbiy jihatdan rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar berildi. Qo'qon davlat muzey qo'riqxonasi 2025-yil o'tgan yili juda ham yaxshi, yorqin yutuqlarga erishdi deb aytsak bo'ladi. Avvalambor o'tgan yili bizda prezidentimizning tashabbuslari bilan Qo'qonda o'tkaziladigan hunarmandlar, jahon hunarmandlar festivalining 3-safargisi bo'lib o'tdi va mana shu festivalga biz mo'ljallab Jahon hunarmandlar muzeyini va nihoyat ochdik. Bugungi tadbirda mana bu biz nafaqat 2025-yil natijalari, balkim biz kelajak istiqbol, faqat 2026 emas, biz 2030-yilga istiqbolli rejalarimizni belgilab olish uchun mana shu seminar tarzida yig'ilish o'tkazyapmiz. Biz avvalambor muzeychilar bilan, muzeyshunoslar bilan tajribani almashinuvi, kimda qanaqangi muammolarimiz, bizni qaysi tomonga qanday qilib biz rejani tuzishimiz, strategiyani qanday tuzishimiz kerak. Sababi muzeyshunoslik bu oddiy bir qurilish yoki bir nima emas, bu juda ham uzoqni o'ylagan strategiya bu. Termiz arxeologiya muzeyida o'tgan 2025-yil davomida xorijlik va mahalliy tashrifchilarning nigohida bo'ldi desak adashmagan bo'lamiz. Jumladan o'tgan 2025-yilning o'zida 2000 ga yaqin xorijiy sayyoh, 40 mingga yaqin mahalliy tashrifchilar muzeyimizga kelib ekspozitsiyalar bilan yaqindan tanishib ketdi. Shuningdek, Termiz arxeologiya muzeyi 2025-yil davomida ko'plab xalqaro grantlarda, ilmiy loyihalarda hamda arxeologik ekspeditsiyalarda qatnashib kelmoqda. Jumladan mana o'sha qazishmalarda davomida aniqlangan ko'plab noyob osori atiqalar Termiz arxeologiya muzeyiga topshirildi. Mazkur seminar muzeylar faoliyatini yanada rivojlantirish, ularni zamonaviy talablar asosida takomillashtirish hamda milliy madaniy merosimizni keng targ'ib etishga xizmat qiladi. Tadbir davomida bildirilgan taklif va tashabbuslar muzeylar jozibadorligini oshirish, sayyohlar oqimini ko'paytirish, shuningdek, sohani kelgusida yangi bosqichga olib chiqishga zamin yaratadi. Zokir Mo'minov, Ismoil Ismoilov bugun dastur uchun